O'rtoqlar, va nihoyat kino ishqibozlar kutayotgan onlar yetib keldi. Biz buni bilgandik, biz buni kutgandik. Bugun 2026-yilning eng ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan yangi filmi haqida gaplashamiz. Sizlar bilan yana Kinoman, videoni o'tkazib olmasdan oxirigacha ko'ring-da. Kutib oling, sinov premyerasi 2026-yilning 6-iyul kuni bo'lib o'tdi. AQSh bo'ylab premyerasi esa 2026-yilning 17-iyul kuniga. Butun jahon bo'ylab premyerasi esa 2026-yilning 23-iyul kuniga mo'ljallangan sarguzashtlarga boy epik drama janridagi tarixiy film. Odyssey. Ko'pchilik bu nomni eshitishi bilan qadimgi Yunon afsonalarini eslaydi. Bu bejizga emas. Chunki bu hikoya bundan 3000 yil oldin yashab o'tgan Yunon shoiri Gomer tomonidan yozilgan. Endilikda bu afsona zamonaviy kino olamining buyuk rejissyorlaridan biri Christopher Nolanning qo'liga tushgan. Nolan shunday mahorat egasiki, biror bir loyihaga kirishsa, undan oddiy film kutish xato. Oppenheimer, Interstellar va Ibtido kabi filmlar buning yaqqol isboti. Endi Odyssey filmiga keladigan bo'lsak, aktyorlar tarkibiga e'tibor qarating. Matt Damon, Itoka hukmdori Odyssey rolida. Hammamiz bilgan yangi o'rgimchak odam Tom Holland Odysseyning o'g'li Telemach rolida. Sohibjamol va maftunkor Anne Hathaway Odysseyning rafiqasi Penelope rolida. Bundan tashqari filmda Robert Pattinson, Zendaya va Charlize Theron kabi mahoratli aktyorlarni uchratishimiz mumkin. Aktyorlar tarkibi nima deyapti? Bunaqangi top aktyorlar bilan yomon kino olishning aslo iloji yo'q. Yana bir qiziq ma'lumot, film budjeti 250 million dollarni tashkil etib, hozircha Nolan olgan eng qimmat film bo'lib turibdi. Xo'p, keling endi film sujetiga qisqacha to'xtalib o'tsam. Voqealar qariyb 10 yil davom etgan Troya urushidan keyin Itoka hukmdori Odysseyning uyga qaytishdagi sarguzashtlaridan iborat. Ko'p yillik urushdan toliqqan Odyssey va uning qo'shinlari va nihoyat o'z vataniga qayta boshlaydilar. Yo'lda afsonaviy dengiz ma'budi Poseidon g'azabiga uchrab, boshqa noma'lum o'lkalarga kelib qolishi, Palifem nomli bir ko'zli maxluq bilan janglar, bundan tashqari dengiz sohibjamol malikasi Kalipso orolida asirga olinishlari, bular hammasi uyga qaytishni oddiy kechmasligini ta'minlab bergan. Shu voqealar bilan birga Itokada Odysseyning xotini Penelopega uylanish va Itoka hukmdorligiga ega chiqish uchun sovchilar o'rtasida tanlov boshlanadi. Penelope va uning o'g'li Telemach so'nggi soniyalarigacha Odysseyni o'lmaganligini va uni uyga qaytishini kutishadi. Mazkur film urush, g'alaba, boylik haqida emas. Filmning tub mohiyati shunchaki uyga qaytish, o'z yaqinlarini yana bir bor ko'rish, ularning diydoriga to'yish va ularning hayotini saqlab qolish uchun kurashda davom etishdan iborat. Aynan mana shu hikoyalarni vaqt bilan o'ynashni yaxshi ko'radigan, tomoshabinlarni har safar hayratda qoldiradigan rejissyor Christopher Nolan o'ziga xos uslubda ko'rsatib bergan. Filmni IMAX formatida suratga olinganligi har bir kadrni, har bir sahnani yanada ulug'vor ko'rsatgan. Xullas, kuzatib borishda davom eting. Film katta ekranlarda namoyishi boshlanishi bilan ko'rishni tavsiya etaman. Namoyish sanalarini yuqorida aytib o'tdim. Xullas, kino olamining eng yangi va eng sara filmlari haqida xabardor bo'lib turishni istasangiz, Kinomanga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang.